Ha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, bizni kuzatuvchi muxlislarimiz, obunachilarimiz, hojonalarimiz. Endi chogirmalarni kiyib, endi chiroyli syomkalar olishni boshlaymiz. Xivaliklardan, xorazmliklardan Alloh rozi bo'lsin. Mana o'tga berdi shogird, to'g'rimi bizga? Azizlarim, bilasizlar, biz har kuni yangiliklar qilamiz. Nimaga? Chunki biz mehnat qilyapmiz. Qilgan mehnatimizni tunu kun uxlamasdan o'shani mana mevasini ko'ryapmiz, to'g'rimi? Endi mana shu qilayotgan mehnatlarimizni mevasini ko'rganimizdan keyin qanday ko'zlarimizga uyqu kelsin. Mana orqamda turgan mana shu insonlar mana har xil darddan kelgan. Qanaqangi dardlar bilan olishgan bular? Nima bo'lgan? Hozir birma-bir o'zlaridan eshitasizlar. Bu yerda mo'jizalarni ko'rib turibsizlar. Gapirmasdan, bozor qilmasdan jimlik saqlab turamiz iltimoslardan. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Boshlaymiz. Mana shu akamdan boshlaymiz. Akam ham shifot topganlardanmi, xudo xolasa? Qani bismillahirrohmanirrohim. Aka mikrofonni yaqinroq o'zingizga olib, bunday chiroqli gapiraverasiz. Ani premo efirda ham nima qilish kerak-da? Mana qo'limdagi mikrofonni. Gapiring. Assalomu alaykum hammaga. Birinchi marta kelganimda Jahongirjon yangi ochilgan edi. Ha, qattiqmi deb oldingizga shavab. Yuqoriga joylashganmiz. Toshkentlik aka bordilar, bir-birimiz bilan doim telefon orqali gaplashib turardik. Sizda nima o'zgarish? Qanaqa yangiliklar deb. Bu shunaqa narsa ekanki, berayotgan narsangiz hali odam ichidagi dardni qo'zg'aydi deysiz-ku, shunaqa. Chayondaqa chaqir. Dard qo'zg'aganda shu kasal bo'lyapman shekilli boshqatdan deb hech kelmay qolar ekan. Yangi boshlaganimda o'sha 1 kun 2 kunda sezganman, ichkari tozalash boshlayotgandi. 5-6 kun deganda odam ichlarini rosa surib, mazamni qochirgan. 2 kun ichmay qo'yganman orada. Vahima qilib. Ichmay qo'ydim, shu o'tib ketsa keyin ichaman deb. Keyin ichishni boshladim. Xudoga shukr, 1 oylik ichganda disbakteroz qoldi. Disbakteroz edi bular, disbakteroz. Ichi tuklari qirilib ketgan bo'ladi, disbakteroz, bilasizlar. Tiraqi bo'lib qoladi. O'ziga qog'ozim bor edi, shuncha. O'zi ayolimdan bezor bo'lganda, o'ziga tushaverganimdan. Pielonefrit, xolesistit, prostatit berardi doim. Keyin shu yoqqa keldim, 1 oy ichganimdan keyin disbakteroz boshqa narsalar qoldi-ku. Mana shu yerda bir shahar bor, Jahongirjon, hojatxonaga borsam qiynaman dedim. Bu yoqqa shoxdan shoxqa sakramang deb sizga keldim yana desam, to'g'ri qilsiz aka dedingiz. Keyin simalim mumyo berdingiz, jenshim berdingiz. Mana shu ikkovidan ancha foyda ko'rdim deb o'ylayman. Ano asalimiz ham zo'r disbakterozniki ham. Ham bo'lsa kerak, men bilmayman-ku endi. Bu ketdi aka, sizga ham bu ketdi. Ancha uydagilar ham 50-60% ga yaxshisan, hozir ranglari ham o'zgarib deyishyapti. Keyin Husan aka degan bitta sherigim bor edi Toshkentlik, doim hol ahvol so'rashib turamiz. Bir kun telefon qilyapti, yo'lda ketyapsam, "Azamat" deydi, "Dori kerak bo'lsa sizga hammasini beraman" deydi. Nimaga desam, shunaqangi mazamni qochirdi, ishlarimni so'rib, "Kesang olib ket" deyapti-da. Keyin aytdim, "Aka, menda ham bo'lgan bunaqa holatda, sabr qiling" dedim. 3 kundan keyin telefon qilyapti, boshqatdan boshladim. Sabr qilish kerak-da. Sabr qilish kerak ekan. Keyin nimaga aytayapman buni? Qolganlar shu hamma eshitsin, shu sabr qilsin degan maqsadda. Iliq edi, sabr qilsa yutadi, to'g'rimi? Shularni ichganimdan keyin darsda o'tiribman, biz vaqtda ishda ishlaymiz. Shu orqalarimdan umurtqa pog'onadan og'riq berganda o't tufayligacha qisib og'ridi-da. Men aytdim, demak shifo topayotgan ekanman men dedim. Shunaqa holatlar ancha ixlos qildim, ancha yaxshi bo'ldi. Mashalloh, mashalloh. Hozir necha foizga zo'rsiz aka? Shunisidan gapiring. Qo'llarim ham sovuq suv yursam og'ridi. Mashina eshigini ochaman deb qo'lim tekis og'ridi. Tomirni hatto chiqib bo'rt chiqib qoladi tomirdan. Ko'rsatganman. Xudoga shukr, yaxshi mana. 50-60% ga o'zimni hisobimda. Mo'ljalimda shunaqa-da. Bo'ldi. Sekin-sekin degan siz bizga 15 yillik kasallik. Ana sherigimniki ham 14 yillik kasallik, xursand bo'lib, azamat disbakterozdan va shu narsa hech narsa qolmadi, xursandman. Shunaqa. Rahmat aka, bitta bizni duo qiling endi, chiroyli qilib shifo topsiz. Endi o'zingiz qiladi, shifo topgan qiladi, men qatdan qilaman. Men sizga shifo duoni qilib berganman. Parvardigor, o'zing ko'rib turibsan, bilib turibsan, bizni jon tomirimizni yaqinsan. Amin. Shu yerda yotgan hamma bemorlar dardlariga shifo berish. Amin. Ikki dunyomizni saodatli Parvardigor. Amin. Hech qanday bandanga o'zing shunaqa dardlarni bermagin. Amin. Parvardigor hammamizni qalblarimizga niyatlarimizni Amin. Bizni tinch qilgin, osmon bolasidan, yer bolasidan har xil balolardan asragin. Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allohu akbar. Juda ham xursandman. Mana ko'rib turibsizlar azizlarim, bu dizbakterioz kasalligi, mikrofonni yoqib qo'y. Shunaqa narsaki, ichi tuklaringiz qirilib ketadi. Pryamoy bo'lib qolasiz. Bor-ku, bitta narsa yedingizmi bo'ldi, kirib ketaverasiz. Shunday hojatga borib o'tiraverasiz. Ani to'lg'oq taqanga battar og'riqlar bo'ladi azizlarim. Bu dard juda ham og'ir dard. Mana shunga mana sababini qilib berdik. Xudoning iznidan mana sherigi ham o'zi ham yaxshi bo'lib qopti. Undan tashqari prostatalarimiz va undan tashqari o'sha buyrakda shamollashlar deymizmi? Bu ketdi bulardiki. Mana Allohga shukr sababini qilyapmiz. Xudoning iznidan komil shifo topib kelib, mana duolarni olib o'tiribmiz. Azizlarim, bitta mo'jiza sizlarga. Bu bizning mehnatlarimiz va qilingan duomiz ijobati. Shularni ham ko'rib qalblaring ochilsin. Assalomu alaykum onajonim, jonim, jannatim, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Jahongirjon. Va alaykum assalom. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat onajonim, rahmat. Qo'shganingizdan qo'sha qaring. Rahmat. Ilmlaringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Amin, amin, amin. O'zgandan salom. Mashalloh. Qirg'iziston Respublikasi o'zganidan. Qirg'iziston hammasi bola chaqa hammalari salom deyishdi. Salomat bo'lsin. Salomat bo'lsin onajonim. Tinch bo'ling. Ilmlaringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Rahmat. Ota-onangiz ham tinch bo'lsin. Qo'shganingizdan qo'sha qarib, uzoq umr, ulug' rizqlar bersin. Amin. Biringizga 1000 bersin, mingizga tuman bersin. Amin. Men kelganimga 1 oy bo'ldi. Menga siz mana yuragimda trom bor dedim. Yuragida trompa bordi. Sent qo'yadigan holat edi. Oshqozonim og'rirdi. Tizzalarim yemirilgan degandi. Mana Xudoga 1000 marta shukr. O'tda aytganingizdek, chayon chaqib, oyoqlarim birinchi chap oyog'imdan boshlanib og'ridi. Keyin o'ng oyog'im og'ridi. Asakada Feruzaxon degan jiyanim bor edi. Opacha dedi, Allohda aytib, tasbihlarda aytib o'tirasiz dedi. Endi dedi, men sizga tan berib kelgan joyim, yoshingizga nisbatan o'ta ko'p chiroyli Alloh deysiz. Albatta. Shuning uchun men telefonda ko'raman, men ham aytdim, ey Xudo Parvardigoro egam, meni ham ash bolaga yetkizgin, menga ham Allohim shifo komil ber dedim. Allohga 1000 martaba shukr. 80%ga. Mashalloh. Mashalloh, qartela bu onamga, mashalloh. 20 qarasi oshqozonim. Bo'ldi. Ular endi Xudo xolasa mana onajonim 80%ga zo'r bo'ldi. Sent qo'yadigan holati qolmabdi aslan. Qolmabdi mana. Bundan ortiq yana qanaqa bo'lsa kerak. Ham sizga sovg'a. Voy, mashalloh. Mana menga onajonim mana o'zgandi guruchlaridan olib kelib beryapti. Mana o'zgandi guruchni bir qop qilib yig'ib oldim men onajon. Shuncha mehmon ko'pchilik kelishyapti. Keyin ularning rizqini sizga Alloh beradi. Inshaalloh. Allohim tani joningiz sog' bo'lsin. Shu yerga kelgan jamiki bemorlarga Allohim o'zing shifo bergin. Shuni qatorida Allohim shu bolamiz tani joni sog' bo'lsin. Qo'shganiman qo'sha qarisin, uzoq umr ko'rsin, ulug' rizq bergin. Umrlari bundan ham ziyoda bo'lib, chiroyli bo'lib yursin. Men yoningizda yurgan shogird bolalarim. Siz ham umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Katta siz ham nima bo'ling. Nima niyatingiz bo'lsa Alloh o'zi bersin. Hamma qizlar, hammanglar, kelin qizim, hamma xizmat qilayotganlar tani joni sog' bo'lib, biriga 1000 berib, mingga tuman bersin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Birahmatga yo Rahmon Rohimin. Azizlarim, mana ko'rib turibsizlar, bu onajonlarimiz bizni aytyapmiz-ku, jannatimiz. Bularda tirikligida duosini olaylik. Bularda farzandiga rahmat. Ba'zi bir ota va onalar bor-ku, bolalaridan qochib kelyapti. O'sha tabibga borasanmi? Aferist mashinik. Sen avval bil, ota-onangni qadriga yet. Mana bu ba'zi birlar ko'ryapman, kelini bilan keldi, o'tganda bittasi shnasimi? Qaynasiga xishtimol bermadi. Shunday qo'lida pulni totib olib chiqib ketdi. Mana shunaqalar ham bor. Qaytar dunyo. Shunday qaytadi, o'tiraverasan keyin ko'rib. Afsuslanasan, kech bo'ladi. Boringizga shukr. Qizim olib keldi. Qizingiz olib kelgan-a sizni? Bu yoqda o'g'li olib keldi. Albatta, o'g'li olib kelgan. O'zgandan kelishyapti. Mana o'sha joylardan kelib shifo topishyapti. Mana o'tiraverasizlar. Borsanmikin, bormasanmikin deb ikkilanib. Assalomu alaykum, jannatim. Nima bo'lgan edi gapirib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men bu yerga birinchi grija bo'yicha keldim. Grija bo'lib, belimda grija bo'lib, o'ng oyog'imga berdi. O'ng oyog'im og'rib, o'tirsam tura olmadim. Og'ridi, yig'ladim, siqtadim. Opam bilan birga keldi. Opam telefon qiluvdi, nima oyog'im og'riyapti, kediydi, borolmayapman, oyog'im og'riyapti desam.
sen dedi YouTube'ga kirib Jahongir Mirzoni ko'rmayapsanmi? Jahongir Mirzoni ko'rgin-da dedi, o'shunga boramiz xudo xolasa dedi. Dedi opam aytgandan beri lekin o'shuni har kuni kuzatib, lekin keldik. Bu 3-chi kelishimiz xudo xolasa inshaalloh ancha yaxshi, bemalol bosib yuribman. Kecha yursam xonsirayatdim, ularam ham qolib qoldi. Jinday bor. Ha. Yo'q, endi o'shalar. Yaxshiman, xudoga shukr, ancha bosib yuribman. Mashalloh. Bu bitta duo qiling endi, bitta duo qiling onajonim. Mikrofonni tushib. Allohim tanjaningiz sog' bo'lsin. Amin. Ishlaringizga Allohim rivoj bersin. Amin. Ota-onangizni baxtiga, tinch bo'ling, salomat bo'ling, farzandlaringizni baxtiga. Amin. Umringizni uzun qilsin, rizqingizni ulug' qilsin, tanjallaringizni sog' qilsin. Shuncha mana kasallarga Allohim shifo, Alloh o'zi shifo bersin. Mana sizni sabab chiqib qo'yapti Allohimga behadat, behisob shukr. Amin. Voy. Mayli, sog' bo'ling ilohim, tanangizda dard nimaligini bilmasdan yashayvering onajonim. Amin. Amin. Hammaga shifo bersin. Alloh bar onajonimcha hozir emotsiyaga berilib ketdi. Bunaqangi endi efirlarga hali chiqmagan, to'g'lanmaganda endi hali. Endi nima bo'lsa ham mana biz shifoda ulashuvdik, o'sha grijalari yo'q bo'lib, mana xursand bo'lib o'tiribdi. Emgalab zo'rg'a kelgan edi. Mana endi hozir isbotini ham qiladi, ko'rasizlar. Xo'p, endi onajonimga meni haqiqiy muxlislarim o'zi onajonlarim-da. Mana shu onajonlarimda onajonlarim jannatim gapiring nima bo'lgani. Assalomu alaykum hammaga. Yo'q, o'tirib olaymiz. Ha, gapiravering. Meni qaysi birini aytsam ekan? Hammasi buketida onamiki, buketini asosiyini aytavering. Men 40 yildan buyon yuragim o'ynaydi. Doktorlarga boraman, ozgina yo sal pasayadi. Bunaqa o'tirishda aslo o'tira olmadim. Yuragim mayrimga chiqib ketardi, nafas ololmay qolardim. Po'killarida. Undan boshqa yuragimda muammo bor edi. Jigarimda muammo bor edi. Allohimga ming marta shukr. Allohim sizni sabab chiqib qo'yganiga shukr. Amin. Sizga kelib biz qachondan 2-3 oydan beri ko'raman, kuzatib boraman. Oxiri yetib keldim, Qirg'izistondan keldik. Avvalo Qirg'izistondan salom hammaga. Hammaga alangali salom Qirg'izistonda. Bosib qoldim, tamojnilardan ham bemalol o'tib qoldim. Mana bu yerda o'tiribman, men aslo o'tira olmasdim. O'tira olmasdi onam. Yaxshiman, ming marta shukr. Tanjallaringiz sog' bo'lsin. Umrlaringiz uzoq, rizqlaringiz ulug', martabalaringiz baland bo'lsin. Bundan ham martabangiz baland bo'lsin. Ota-onangiz baxtiga, bolalaringiz baxtiga, ota-onangizga ham ming rahmat. Sizday farzand tarbiyalaganiga. Sizday tabibni Allohim bizga tushirganiga Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Amin. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. El yurtimiz tinch bo'lsin. Kelgan bemorlar hamma shifo topib, yuzlaringiz yorug' qilsin Allohim. Amin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika arhamar. Amin. Allohu akbar. Endi ko'rib turibsizlar. Voy, ha. Tangenchaga rahmat boringizga shukr. Sovg'alar mana ham sovg'a beryapman, onalarim ham sovg'a beryapti. Endi azlarim bu onajonim borku, to'g'risi yurak bo'g'ziga tiqilar edi. Minutiga 150 ta 160 ta urardi. Hattoki davleniyalari ham baland edi. Mana Allohning izni bilan sababini qildik. Allohning izi bilan mana komil shifo topib, mana sakinatda o'tiribdi. O'sha dunyodagi eng ulkan boylik bu salomatlik boyligini onajonim qo'liga kiritdi va kirityapti, xudo xolasa. Juda ham xursandman. Albatta duoda qilaman, men udarni qilaman, xudo xolasa onajonim. Men doim Allohni bir zum ham mana doim zikrdamiz, 1 minut ham esdan chiqarmayman. Chunki aytar ekanda, meni bandam qancha ko'p eslasa, men ham o'sha bandamni ko'p eslaymandir ekan. Shuning uchun azlarim mana shu onajonlarimiz mana kelyapti, duolarda qilyapmiz. Qilingan duolarimizni bir emas, mana 10 lab ijobatini ko'rib boryapmiz har kuni. Onajonim assalomu alaykum, jannatim, xush kelibsiz. Bir boshdan gapirib bering, nima bo'lgandi? Mikrofonni yaqinroq olaveramiz o'zimizga. Toq tezroq olasiz. Yo'q. Sovg'alar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Gapiravering. Assalomu alaykum. Alhamdulillahi robbil alamin val oqibati lil muttaqin. Assalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi ashabi ajmain amma ba'd. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoji o'g'lim, yaxshi yuribsizmi? Tanjoningiz sog'mi? Rahmat onajonim. Rizqingizga Alloh baraka bersin. Oldin o'zim nima aytib olay kelgan, aytaman. Men bu yerga kelganimda yurardim-ku, mana qilib yurishim o'ta qiyin. Men ayog'im g'oz yurishdan ham battar edi. Oyog'im og'rib, bormagan joyim qolmagan. O bishkeklarga borib orqamga hanaqa qilib ham urdirganman. Voh xudoyim. Buni ham qildirganman. Bir Anjanga borib bitasi anaqa ekan degdi, yerga borib bir oyog'imga anaqa qildirdim, u ham bo'lmadi. Banisalarda yotdim ham bo'lmadi.
Allohga shukr, rizqimizni shu yerga qo'shib qo'ygan ekan, mana shu yerga kelib, shu yerdan Alloh davo topdik. Alloh sababchi sizsiz. Allohga shukr. Albatta. Meni grijam bor edi ekan. Buni ham bilmaganman. Kistam bor edi ekan, siz aytdingiz, kistangiz bor ekan. Bor. Grijangiz anaqa ekan dedingiz. Shu nimalaringizni eshitdim, omalay kelgan. 3 kunda bir ham yaxshi yuruvdim, ha shu bo'yicha o'tib ketar ekanman desam, 20 kun o'machagim anaqa yerga engishib qolib, o'rnimdan tura olmay qoldim. To'g'risi. Chayonlar chaqdi. Chayonda undan ham baland anaqalar chaqib yubordi. O'g'lingiz aytdi, kelib. Aytdim, shunaqa bo'lib rosa og'ridi. Undan keyin yuragim mana ikkinchi kelganimda siz aytdingizki, yuragingiz o'ta silabiy bo'lib qolibdi. Onajonim, mana dori ichingda dorilarni yozib berdingiz. Ketdim, ketgandan keyin undan ham battar bo'ldim. Yuragim manaqa bo'lyapti, o'lib qolaman dedim. Qizlarimni chaqirdim, o'lib qolaman. Men cholimga ham aytdim. Nima dedim, men o'lib qolaman shekilli, mening yuragim manaqa bo'lyapti. Endi siz dedim, yaxshi yomon gap bo'lgan bo'lsam rozi bo'ling deb rozilik ham so'rayapti. Onam rozilik ham so'raveribdi. To'g'risini aytishim kerak-da. Albatta, undan keyin ina ko'nglim aynib o'dishni boshladim. To'xtamadim. Ina o'g'lim odam olib keluvdi, yaxshi sizga uchragan ekan, dori beribsiz, ashundan keyin yaxshi bo'lib, ovqatlarni ichib, kuch-quvvatga kirib, Xudoga shukr, yaxshi bo'lib qoldim. 3-4 kundan beri tuzayman, Allohga shukr. Hamma so'yyapti menga. Maşallah. Bunaqa bo'laman deb o'zim ham o'ylamadim. Shu bo'yicha o'tirganimcha o'tirib qolaman dedim. Yo'q, yaxshi Allohga shukr. Rahmat. Allohga shukr. Umringizga, rizqingizga, kasb-kollaringizga Alloh baraka bersin. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Amin. Sizni ahvolingizga ota-onalaringiz tinch bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin, o'g'il qizlaringiz orzu havasini ko'ring. Amin. Jajji qizingiz ham islomiy elga xizmat qiladigan qizlardan bo'lsin, o'g'illaringiz Ka'balarga imom bo'lsin. O'zingizni tani joningiz sog' bo'lib, qo'shganingiz bilan qo'sha qarib, iymonlaringiz basalomat bo'lib, nima niyat qilsangiz Alloh niyatlaringizga yetkazib, bizga o'xshagan shu bemorlarni davolab yuroring. Tan joningiz sog' bo'lsin. Yaqin gapiraman. Amin. Mayli, tushunamiz, to'g'ri tushunamiz. Xudo xolasa, bu onajonimiz. Nimasini aytmoqdan to'xtang. Nimasini? Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Alloh akbar. Voy rahmat onajonim, boringizga shukr. Juda ham xursand bo'ldim. Mana ko'rib turibsizlar, bu onajonimiz endi borku ancha dard bilan kelgan edi. Mana Xudoga shukr o'sha dardlardan yoroq bo'ldi desa ham bo'ladi. Bularda endi buket edi kasalligi. Hammada bor kasalliklar endi ko'p edi-da. Xudoda nima sababini qilib berdik, xo'p komil shifo topdi. Endi mana shu otajonimiz bizni oldimizga to'g'risi umuman kelolmagan desa ham bo'ladi umuman. Bunaqangi holatda ham dashi yo'q edi desa bo'lardi-da, umuman bir joyda qolgan edi. Mana hozir mana shu narsada kelibdi. Asha telefonda qani yotgani? Telefonda yotgan bordi-ku, telefonda turgani. O'shalarni ham ko'rsatasiz hozir. Ko'rsatamiz hozir. Otajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bo'lib keldingiz bizni oldimizga? Mana bitta chiroyli qilib gapirib bering. Insul bo'lganingiz. Xursandsiz, Onajon, o'zingiz gapirib bering, mana shu otamning nimasini, mayli hozir o'zlari Bismillahirrohmanirrohim. Xo'jayinimni insul bog'laganlarga 6 yil bo'ldi. 6 yil bo'ldi. Yildan beri menda avval yurardilar, keyin yurolmadim. Bunga nima bo'ldi? Mashina ham yuradigan bo'ldi. Yuradigan bo'lib, endi hozir bu yerga keldi, endi больницаlarda yotdilar, rosa endi davolandilar. Endi mashinadan nima bo'lmadilar-da endi. Xo'p, endi bu yerga kelganimizda davralaringizni eshitdik. 15 kun, 20 kun bo'lganda keyin bircha hassani dedilar. Bitta hassani berdim, bitta hassada
o'yi aylantirib yurdilar. Maşallah, maşallah. O'shanda yurdilar, lekin ko'chaga chiqazmadim endi nima Ha, bo'ldi. ehtiyotini qilib turdingiz-da. Yaxshilar. Endi gapirmasdilar, hop turaverardilar. Hozir mana gapirib qoldilar, gaplarga tushunib aytdim. Ana, gaplarga tushunyapsizlar. Mana azizlarim, mo'jiza, mo'jiza. Mana ko'ryapsizlarmi? Rahmat. Rahmat. Rahmat, duo qiling. Mana Allohumma inna as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illalloh anta mannanus ya ba'da samawati val ardi ya zal jalal val ikrom. Ya hayy ya qayyum ya hayyum karim buxarik yok arhamar rahim. Ferishtalar mana ismi azam duosini ham so'rab etdi. Amin. Tilagingni degan ekan. Tilagim avvalambor yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shu tinch hayotda yayratib yashnatib qo'ygan Allohimga hamd va sano va shukronalar bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam salovatlar bo'lsin. Amin. Hamda tilagimiz sizni mana shu oxirgi zamon Ibn Sinosi chiqazib qo'yibdi. Alloh taolo mana sizni yaratib qo'yibdi. Mana Ibn Sino tiklandilar. Amin. Ha, tenjaningiz sog' umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin. Amin. Mana bolalaringiz aqlli, kuchli, o'qimishli, qori bo'lsin, qoriya bo'lsin. Amin. Qizimiz Osiyoxon aqlli, kuchli, o'qimishli, qoriya qiz bo'lsin. Umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lsin. Er-xotin qo'shakari baxtli, taqdirli bo'lsin. Amin. Mana xizmat qilib yotganlarni ham tenjani sog' salomat bo'lsin. Haliga qani Asl begam. Asilbekka Alloh ikkizagidan bersin. Ikkizagidan bersin, ilohim amin. Bersin, tezroq bersin. Amin. Onangiz, otangiz to'ringizda duogo'y bo'lib o'tirsinlar. Amin. Yana katta hajlarga berib hojatda hoji ona bo'lsin. Amin. Rahmat, tenjaningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mana ko'rib turibsizlar azizlarim, bu otajonimiz 6 yil bo'lganda insul bo'lganlariga Xudo izni bilan ularga lechniya qilib bergan edik. Mana tillari ham gapirmasdi. Tillari ham chiqibdi, mana ko'ryapsizlar. Jicha bo'lsa mana gapiryapti chiroyli suratlarda. Va undan tashqari mana Xadinokida yurgan bo'lsa, bitta hassada uyini ichida bemalol yuribdi ekan. Bundan ortiq yana qanaqa mo'jiza kerak azizlarim? Biz nima qilyapmiz? Biz faqat shu sababini qilyapmiz. Allohni zikr qilib, Allohdan duolarni qilib so'rab beryapmiz va qilingan duolarimizni ijobatini mana ko'rib turibsizlar. Azizlarim, meni yo'nalishim shuni bilinglarki, Tibet tabobati bo'yicha. Men Tibetni ko'chirib olib kelib qo'ydim. Shuni bilinglar. Buni bilganlar bor. Bilmaganlar ana Tibetga borib yotibdi. 30 ming dollar, 20 ming dollar pulni tashlab kelib. Menga o'shacha pul ham ketmaydi. Ja ketsa bitta tuzalishga 1000 dollar ham ketmaydi-mi deb o'ylab qarasang. To'g'risi. Ja ketsa 2000 buket kasali bo'lsa, ortiqchasi bo'lsa undan ham past ketadi. Demoqchimanki, nima demoqchiman? Xudo xolasa ixlos. Avvalo ixlos bor insonga shifo bo'lar ekan. Chunki siz ixlos qildingizmi? Men ko'p aytyapman. Siz Alloh bilan sirlashdingiz. U siringizni na nomai alomingiz yozadigan farishta biladi, na shayton biladi. Shuni bilib olinglar. Siz agarda mashqa ikkilanib keldingizmi, bo'ldi. Uni shayton ham bilib bo'ldi, balo ham bilib bo'ldi, jin ham bilib bo'ldi. Vasvasga solaveradi, o'tiraverasiz shunaqa, shifo topmasdan. Xo'p, xullas azizlarim, biz endi o'sha rimimiz bor, jichcha raqs qilib beramiz. Endi onajonlarim bitta chiroyli davralarni to'ldirib, Xorazm lazgisiga o'ynab berasizlar. Qani turinglar, bismillahirrohmanirrohim. Uzoqroq olasizlar, ha? Davrani sal keyinroq qilamiz. Yana bog'bachchali, dala hovlida chali. Yana bog'bachchali, dala hovlida chali. Og'alarim bo'lmay, kisalari ochali, Let's get on
Erten gelmeseniz yan gelir. Kıyısı da hapalı hapalı. Kıyısı da hapalı hapalı. Oyna oyna. Bana geçelim oyna oyna. Bana geçmeyelim oyna oyna. Bana geçelim oyna oyna. Bana geçmeyelim. İçim yalan para diye paradı. Şumuşum para diye paradı. İçim yalan para diye paradı. Para yüz. Yine inanmayan anlaratın para diye paradı. Para yüz yanım para yüz bayım para yüz yanım xursandchiliklarga nima yetsin, men juda ko'p aytaman azizlarim. Bu tabibni baxti nimada sizlaring? Tabibni baxti azizlarim bu bemorini komil shifo topganida. Mana shu insonlar mana shu yerga mana shifo topib kelyaptimi? Bo'ldi. Menga bundan ortiq baxt kerak emas-da, to'g'ri tushuninglar-da. Sababi biron kim shifo topdim desa, kayfiyatlarim ko'tarilib ketadi. Biron kim shifo topmadim desa, kayfiyatim tushib ketadi. Ishimga bo'lgan muhabbatim o'ladi. Boshqa ish qiyim kelib ketadi. Demoqchimanki, shuncha inson mana komil shifo topib kelyaptimi? Bo'ldi. Bular meni yana ham ijod qilishimga, yana ham yangiliklar ustida ishlashimga mashlar turtki bo'ladi. Men aytaman, meni kim ko'taryapti mana qisqa vaqt ichida? Shu xalq yaxshi bo'lgan. Biz yangi chiqqan yulduz. Azizlarim shuni bilib oling. Yangi chiqqan yulduzmiz. Porlayapmiz 8 oy ichida. Albatta. Albatta. Chunki mana ko'rib turibsizlar, hech qachon Allohni zikr qilib esdan chiqarib qo'ymayman.
Yotganimda ham Alloh, turganimda ham Alloh, yurganimda ham Alloh. Nimaki bo'lsa Allohga suyanganman va Allohdan so'raganman. Mana beryapti, mana shular mo'jizasi. O'shaning uchun shifo beryapti. Ha. Oğlum gapirish kerak edi. Men xastada keldim. Ha, siz xasak. Mikrofonni olib kel, mana yerda chala qolib ketibdi. Anaqasini to'g'lab qo'y. Xo'p, chala qolib ketibdi endi onajonimizniki hozir. Nima bo'lganida onajon gapirib bering. Manda Ani effektni pasla. Assalomu alaykum hammaga yaxshimisizlar, yaxshi kelibsizlar hammani sog' salomat Alloh shifo bersin. Shega kelibsizlar, qadam qo'yib kelibsizlar. Benasib bo'lmani Xudoyo şeydan. Alloh mana cho'noq yemirilishdi. Ha, sizda cho'noq yemirilishi edi. Cho'noq yemirilishi hamda belimda greja berdi. Aha. Shu grejalarni mana hozir bir yarim yil bo'ldi belim og'rib aslan bo'lganiga. Ham mana yemirilganiga 15 yil ko'p bo'lgan. Aha. Endi shu dorilaringizni oldim, ichdim. 20 kun, 15 kun ichgandan keyin bir cho'xti chayiningiz. Ana chayonde chaqdi onam, eshitib olinglar. Bellarim shishib ketdi, qara belim shishib ketdi desam, yo yaxshi dedi. Endi yaxshiman har holda, yerga o'tib ketdi, sabr qildim. Endi hassada keldim, hassani hozir 10 kuncha bo'ldi tashladim. Mashalloh. Mana o'ynadim. Haqiqatan mana onam hassada keluvdi, hassani tashabdi. Hassani tashab. Ko'ryapsizlarmi azizlarim, bizda faqat mo'jizani ko'rasizlar. Bizni mahsulotlar shuni bilinglarki, yoshlik eliksiri. Siz endi Ibn Sino hozir yangi tug'ildi Ibn Sino. Yo'q demana, bor mana yulduz yangi porladi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana ko'rib turibsizlar, o'sha biz ham Ibn Sinolar kabi tarixda nomimiz qolsin. Men aytyapman Gogoda, ilohim umrimizni Alloh rizqimizni barokatini bersin. Mana shu dargohda ertadan keyin endi kuni keladi, endi vaqt keladi. Qancha 50 yildan keyinmi, 100 yildan keyinmi muzeyga yo'naltirib qasladim. Muzeyga yo'naltirib qasladim mana shu xonadonda dedim. Bolalarimga aytdim-da. Mana shu turishda agarda ketadigan bo'lsa, ilohim shunaqangi shifolarni, shunaqangi yutuqlar chiqaradigan bo'lsa, mana shu bizam tarixlarda qoladigan Ibn Sinolar kabi tarixda qolishni istayman. Mana ko'p duo. Azizlarim, Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Videomizga layklarni bosing, kommentlarga chiroyli so'zlarni yozib, nimaki tilak bildirgan bo'lsangiz, o'sha tilaklarni Alloh hammasi sizlarga qaytarsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohning hifzida bo'linglar. Mana shu yerga kelgan har qanday bandasi Robbimni ilohim komil shifolar berib, shunaqangi yorug' yuzlar bilan ko'rishtirsinki, bundan keyingi umrlari Allohim dardsiz o'tsin. Amin. Allohu akbar. Salomat bo'linglar.